Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bu ukamiz quyon berganda degandim, ishtahasi yo'qdi. Kecha bitta ukolni qildik. Bugun ikkinchi kun. Kecha kuni video qila olmadik. Mana bugun ikkinchi kun. Xudo xolasa natijalarini ko'rsatib boramiz. Bugun xudo xolasa ikkinchi kunda ukolni uramiz. Ko'rib borasizlar, teri ostiga. Bismillah. 10 gram haydayapmiz. Xudo xolasa bugundan ishga kirish kerak quyonimiz. Uch kun qilamiz bu koldan. Yaxshi, hozir xudo xohlasa. O'zgarish bor. Ichki yemayapti, ichini kegizdirdik quyonni. Endi hozir xudo xohlasa yani ertaga ham qilamiz. 3-kun xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Alloh shifo bersin. Albatta like'larni bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimizni rivoj uchun albatta podpishka qilib yuborasizlar. Xudo xohlasa yana 3-kunga videoni ham ukolda ham qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana xudo xohlasa quyonimiz hech narsa yemayapti, 3-kun. Bugun oxirgi kun xudo xohlasa ukolimizni teri ostiga qilamiz. Birinchi kungini ola olmadik. Videoni qo'yib qo'ydim, olmagan ekan, odam yo'q degani. Mana xudo xohlasa ishtahaga kirdi quyonlarimiz, axlat qilmayapti, axlatlari keldi. Bismillah. Uchinchi kun xudo xohlasa ishtahaga kirib bo'ldi, ba'zi 3 kun qilish kerak bu kolni. Bismillah. Bo'ldi, xudo xohlasa bo'ldi. Shun bilan 100% inshaalloh 100% ishtahaga kirib ketadi quyonimiz. Kechadan yeyishni boshladi. Zo'r yegani yo'q edi, har qanday yeyishni boshladi kechadan. Bugundan xudo xohlasa inshaalloh 100% ishtahaga kiradi. Albatta like'larni bosib qo'yamiz bittadan. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Quyonni 3 kun hech narsani yemagan, ashi bir shogird bolamiz olib keldi, xudo xohlasa davoladik. Axlatlari keldi, axlat ham qilmay turgan ekan. Xudo xohlasa holati zo'r, inshaalloh holati zo'r. Yana bir yaxshi bo'lib yeganini olib beramiz videoga, xudo xohlasa. Albatta obuna bo'lib, like'lar bosib, o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana xudo xohlasa quyonni ukollarini qilib bo'ldik. Ko'rim yedi, ola olmay qoldim. Mana dedi solyapmiz. Inshaalloh ishtahaga kirdi quyonimiz. Üç kun ukolini qildik. Xudo xohlasa ishtahaga kirdi quyonimiz. Barakasini bersin. Xudo xohlasa kirdi endi ishtahaga endi. Ko'rimdi yedi. Telefonim yonimda emas ekan, turganda keyin olib chiqdim-da. Albatta like'larni bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.
barakotli bo'lsin ilohim. Umuman yemay qo'yadi. Suv ham ichmay, yem ham yemay, hashak ham yemay qo'yadi mana. Xudo xohlasa yaxshi endi. Like'larni bosib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Obuna bo'lib, paddishga qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Xikol Italiya quyoni bu.